Barchaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan propshot olishda ko'rib o'tamiz. Propshot olish uchun havolani video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Kommentariyadagi havola orqali bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Bu joyda ro'yxatdan o'tgan paytda havolani ustiga bosasiz. Bosganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish kelib chiqadi. Ro'yxatdan o'tish ikki xil. Misol uchun, birinchisi Google email pochta orqali ro'yxatdan o'tasiz, ya'ni email pochtani tanlab qoldirib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi, yoki bu joyda o'zingizni, misol uchun, ismingizni, familiyangizni hamda bu joydan tanlab qoldirasiz, Mr. X deb, va bu joydan tug'ilgan oy sanani tanlaysiz. Bu joyga esa davlat qo'yishimiz kerak bo'ladi. Davlat ya'ni O'zbekiston deydigan bo'lsangiz mana kelib chiqadi va o'zingizni telefon email pochtangizni, telefon raqamingizni yozasiz va bu joyga ikkita bir xil parol yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, o'zingizni ismingizni ketma-ketlikda bir xil yozib qo'ysangiz bo'ladi va mana bu joydan kapchani qo'yamiz. Ya'ni kapchani qo'ygan holatda get funded degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olamiz. Mana do'stlar, men hozir o'zimni akkauntimga kirib oldim. Akkauntimga kirib olgandan so'ng tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz. Bosganimizdan so'ng hozir sizlar bilan nastroyka bo'limiga kirib olib, o'zimizni, misol uchun, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yasiz. Misol uchun, kiritilmagan bo'lsa kiritib qo'yasiz. Misol uchun, ism, familiya, tug'ilgan oy sana kiritib qo'yasiz. So'ng mana asosiy bo'limdan mana biz pastga tushamiz. Mana Start Challenge degan tugma bor. Shu tugmani bosgan holatda hozir sizlarga propshotlarni qanday tartibda olishni va misol uchun stop losslarni hammasini ko'rsatib o'taman. Bu joyda misol uchun tanlaysiz standart yoki pro. Misol uchun proni qo'yadigan bo'lsangiz, bu joyda misol uchun mana propshotlar bor, ya'ni 5 kalik propshotni misol uchun mana ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni target 6% ekan. Misol uchun kunlik stop loss 3%, maksimalniy stop loss esa 6%. Ya'ni misol uchun sizni pulingiz $10,000lik propshot oladigan bo'lsangiz, misol uchun 6% qancha bo'ladi? 6% ya'ni $600 bo'ladi. $600dan ko'p minus qiladigan bo'lsangiz, mana shu propshot sizlardan ya'ni o'chib ketadi, ya'ni kuyib ketadi. Misol uchun minimal trade kunlari esa misol uchun mana bir kunni tashkil qiladi ekan. Bir kun tashkil qiladi ekan. Xuddi shunaqa tartibda ko'rib borsangiz bo'ladi. Bu yerda misol uchun mana narxlari ko'rsatilgan, sotib olsangiz bo'ladi, yoki mana standartga qo'yadigan bo'lsangiz, standartda misol uchun o'zgaradi. Mana narx ham o'zgardi. Mana $66 bo'ldi, boya 55 edi. Standartda misol uchun mana target 8% tashkil qiladi. Ya'ni kunlik stop loss 5%, maksimal stop loss 10% hamda minimal trade 3 kun bo'lishi kerak. Yoki mana bu ikki tablasi, bularni ham ko'rib olasiz. Xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. Misol uchun mana proni qo'yasizlar. Qaysi biri bo'ladigan bo'lsa ham qarang, mana bu yuqorida mana bir etapli, ikki etapli bor. Misol uchun bularni ham bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun do'stlar bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Va do'stlar, misol uchun mana 10 kalik propshot olaman desangiz yoki misol uchun mana 50 kalik propshot olaman desangiz $299 ekan. Bu yerda misol uchun MetaTrader 5 ta tanlaganingiz yaxshi deb o'ylayman. Va sotib olish uchun mana bu yerda sonlarni qo'yasiz. Misol uchun bitta oladigan bo'lsangiz bitta va Buy Now degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda hozir keyingi bo'limga olib o'tadi. Qarang, hozir sizlar bilan mana $299lik, ya'ni 50 kalik misol uchun propshotni olamiz deydigan bo'lsak, biz nima qilishimiz kerak? Biz mana bu yerdan o'zimiz misol uchun ya'ni sotib olsak bo'ladi. Misol uchun mana Visa karta orqali sotib olsak bo'ladi yoki kriptovalyuta turli xil sotib olish bor. Visa karta bo'ladigan bo'lsa mana kartchani qo'yamiz. Mana kartchani qo'yamiz. Qo'yganimizdan so'ng bu joyda hozir Visa kartani misol uchun raqamlarni, ma'lumotlarni kiritamiz. Raqamni hamda amal qilish muddati hamda CVV kodlarini kiritib, ismni yozib, Pay degan tugmani bosib, misol uchun bemalol MetaTrader 5 ga qo'shib olsak bo'ladi. Login, parollar hammasi bizda mana shu saytda yoki email pochtamizga boradi va MetaTrader 5 ga qo'shib olib bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana tradingning copy trading ham bo'limlari ham bor. Bularni ham bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Sertifikatlari ham bor. Shunaqa tartibda bemalol propshot olsangiz bo'ladi. Kanalga obuna bo'ling. Hammaga omad.